Bismillahirrohmanirrohim. Agar kishini ishi og'irlashib qolsa, ishi oldiga surilmay qo'ysa, yurmay qo'ysa va shu bilan birga g'amga botib qoladigan bo'lsa, ya'ni bir boshlagan ishida xoirli bir yaxshilik ko'rmayotgan bo'lsa, shunda g'or egalari, Qur'onda kelgan g'or egalarining qissasini bilasizlar. Mana shu g'or egalari qilgan duoni qiladigan bo'lsa, Allohning fazli bilan albatta ishlari oldiga surilishlikka sabab bo'ladigan eng asosiy duolardan biri hisoblanadi. Chunki Alloh taolo bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqali, payg'ambarimiz orqali mana shunday duolarni o'rgatdilar. Mana shu duolarni qilib yuradigan bo'lsak, inshaalloh boshlagan ishlarimiz oldiga surilishlikka sabab bo'ladi. Buni albatta yaqinlaringizga yuboring. Qiyinchilik, musibat tushib qolgan insonlarga yuboradigan bo'lsak, zero siz ham mana shu narsaga sababchi bo'lsangiz. Duo qanday edi? Robbana atina min ladunka rahma va hayyil lana min amrina rashada. Ya'ni Allohim, biz senga duo qilamiz. Ey Robbimiz, sen bizga o'zingning rahmating tarafidan, o'zingning huzuringdan bizga yaxshiliklarni bergin. Bizlarning yo'llarimizni ochgin degan mazmundagi duolar edi. Mana shu qisqa duo, mana shu duoni qilib yuradigan bo'lsa har bir odam yoki bo'lmasa mana shu ish yurishmayotgan har bir kishi, inshaalloh Alloh fazli bilan mana shu duo orqali ishlar yurishib ketadi. Albatta sabablarga ham harakat qilishligi kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.